Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan neyropedagogika fanidan neyropedagoganing maqsadi, mazmuni va mohiyati mavzusi bo'yicha fikrlashamiz. Bu 3 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz neyropedagoganing fan sifatidagi asosiy maqsadi, ikkinchi rejamiz neyrodidaktika, uchinchi rejamiz neyropedagogik muhitni tashkil qilish. Neyropedagogikaning fan sifatidagi asosiy maqsadi inson bosh miyasi faoliyatida oliy psixik funksiyalarning individual xususiyatlarini hisobga olib, pedagogik vazifalarni samarali hal etilishi uchun amaliy yordam berishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Inson bosh miya yarim sharlarining har ikkalasi ham murakkab kognitiv jarayonlarda ishtirok etsa-da, ularning faoliyat strategiyasi bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. Chap yarim sharlari yetakchi bo'lgan odamlar ma'lumotlarni ketma-ket va mantiqiy tahlil qilishi hamda tahlilning xususiy bo'laklaridan umumiyga yo'nalganligi bilan ajralib tursalar, o'ng yarim sharlari yetakchi bo'lganlar olamni intuitiv va umumiy yaxlitlikda anglashi hamda tafakkurining umumiydan xususiy bo'laklarni tahlil qilishga moyilligi bilan farq qiladi. Bu holat ta'lim jarayonida bilimlarni o'zlashtirish intuitiv, hissiy, kommunikativ hamda mantiqiy, ratsional, nokommunikativ yo'llar bilan sodir etilishida namoyon bo'ladi. Neyropedagogika bu miya va o'rganish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik haqidagi yosh va tez rivojlanayotgan fan. U miyaning ta'lim jarayonida qanday ishlashini va bu jarayonni qanday qilib samaraliroq qilishni tushunishga yordam beradi. Neyropedagogikaning asosiy maqsadlaridan biri o'quvchining o'qish paytida faol pozitsiyasini saqlab qolishdir. Passiv materialni eslab qolish o'rniga neyropedagogik tanqidiy fikrlashni, yechimlarni topish va mustaqillik uchun ijodiy yondashuvni rivojlantirish vazifasini qo'yadi. Neyropedagogika bu bolaning psixofiziologiyasiga asoslanib, uni o'rganish va rivojlantirishga kompleks yondashuv. Neyropedagogist bu yangi avlod o'qituvchisi, kelajak o'qituvchisi, yangi avlod bolalari bilan hamnafas bo'ladigan shaxsdir. Neyropedagogika quyidagi bo'limlarni o'z ichiga oladi: neyrodidaktika, neyropedagogik diagnostika, neyropedagogik tarbiya, neyropedagogik korreksiya va adaptatsiya hamda ta'lim jarayonining neyropedagogik muhitini tashkil qilish. Neyropedagogik diagnostika insondagi juft organlar, qo'l, oyoq, ko'z va quloqni yetakchilik ko'rsatkichlariga qarab bosh miya yarim sharlari asimetriyasining bir nechta funksional tiplarini aniqlash imkonini beradi. Neyropedagogik korreksiya va adaptatsiya bolaning neyropedagogik xususiyatlarini hisobga olgan holda uning qadriyatli, motivatsiya va xulq-atvoriga tuzatish kiritish hamda ta'lim jarayoniga moslashishini tashkil etishni ta'minlaydi. Neyropedagogik tarbiya neyropedagogik diagnostika natijalari va pedagogik neyropsixologiyaning korreksion texnologiyalari asosida ta'lim oluvchilar guruhining neyropedagogik muhiti xususiyatlarini e'tiborga olib, tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etishga oid tavsiyalar tayyorlaydi. Neyropedagogik tuzumlar o'quvchiga ta'lim jarayonida berilayotgan ma'lumotni to'g'ri qabul qilishga yordam beradi. Subyektiv neyropedagogik tizimlar insonning butun umri davomida o'zini o'qitish va tarbiyalashga ta'sir qiluvchi ichki manba bo'lib xizmat qilishi ham mumkin. Mazkur yondashuv nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, mikro tarkibning sotsiometrik tushunchasi neyropedagogik makon yoki muhit tarkibi bilan mikro tarkib tushunchasi esa o'quvchining intuitiv neyropedagogik pozitsiyasi bilan o'xshashliklarga ega.
pedagogika, neyrodidaktika, didaktika fanining bir tarmog'i bo'lib, bu asosan neyrodidaktika ta'lim muhitini tashkil qilishning neyropedagogik tamoyillarini, ta'lim jarayoni va ichki guruhlar psixodinamikasining neyropedagogik tarkibini hamda ta'lim-tarbiya jarayoni yanada samarali bo'lishini ta'minlashga qaratilgan neyropedagogik hamkorlikni ta'lim jarayoniga tatbiq etishning shakl va metodlarini o'rgatib, neyrofanlarning obyektiv qonuniyatlari asosida ta'lim jarayonini boshqarish imkonini beradi. Neyrodidaktika umumiy va xususiy qismlarga bo'linadi. Umumiy neyrodidaktika nazariy metodologik qonuniyatlarni o'rganadi. Xususiy neyrodidaktika esa neyropedagogik diagnostika va o'qitishning amaliy tavsiyalarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Neyropedagogik muhitni tashkil qilish psixologiyaga oid ilmiy tadqiqotlarda inson to'g'risidagi fikrning shakllanishi 55% nonverbal ma'lumotlariga, 38% tovush parametrlariga va 7% ma'lumotning mazmuniga bog'liq bo'lar ekan. Neyropedagogikada ta'lim muhitini tashkil etishni psixodinamik darajada tahlil qilish uchun transakt tahlil hamda stratologik tahlil usullaridan foydalaniladi. Ushbu tahlil vositasida o'quv guruhining neyropedagogik tarkibini aniqlash va ta'lim jarayonini tashkil etilishida hisobga olish o'quvchilar guruhining bilish faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardan hisoblanadi. Bundan tashqari, ma'lumot berish jarayonida esa inson berilayotgan ma'lumotning o'rtacha 5-10% anglashi, ya'ni ongli ravishda o'zlashtirishi mumkin bo'lib, ma'lumotning qolgan qismi appersepsiya jarayonida inson tomonidan anglanmagan holda ong ostiga o'tib ketar ekan. Shuning uchun ta'lim olish muhitini tashkil qilishda berilayotgan ma'lumotlar o'quvchi shaxsi tomonidan ongli ravishda tushunib qabul qilinishiga sharoit yaratish muhim hisoblanadi. Ta'lim olishning neyropedagogik muhiti quyidagi 3 tarkibiy qismdan iborat. Ya'ni jismiy muhit, bunda sinf xonasi, auditoriya, undagi jihozlar kirsa, psixologik muhit, ta'lim oluvchilarni sinfda individual psixologik jihatlarini hisobga olgan holda joylashtirilishi. Psixosotsial muhit, o'qituvchi va o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi shaxslararo kommunikatsiyasi muhim hisoblanadi. Masalan, biz o'quvchilarni mashg'ulot o'tishni boshlashdan oldin qanday joylashtirish ma'qul ekanligi haqida o'ylab ko'rganmizmi? Bunda o'quvchi bosh miyasining qaysi yarim shari dominant ekanligini, ularning psixotiplarini e'tiborga olganmizmi? O'quvchi o'quv xonasiga kirganida unda ichki va tashqi muhitlarning izomorfizmi, muqobillik, o'xshashlik effekti sodir bo'ladi. Bu effekt esa ta'lim jarayoni samaradorligiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, innovatsion ta'lim muhitini tashkil etishda uning integrativ nazariy bazasini, umumiy metodologiyasini hamda aniq diagnostik va korreksion texnologiyalarini yaratishda neyropedagogika fani imkoniyatlari samarali qo'llanilishi mumkin. Bu esa ta'lim jarayonida beriladigan ma'lumotlarni o'quvchilar faqatgina eslab qolishlari uchun emas, balki anglashlari va nisbatan qiyinchiliklarsiz tushunishlari hamda o'zlashtirishlari uchun yordam beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.